Barchasi do'stlar, sizlar bilan kompyuterni o'rganamiz kanali. Bugungi videomizda do'stlar, mana shu mishkan kursor borku, yana qimirlayotganim. O'shani o'zgartirishni ko'rsataman do'stlar. Birinchi Google ga kirasizlar va qidiruvdan kursor download deb yozasizlar. Mana ba'zilarini bunday yoziladi. Yani kursor skачать. Yani mana shunday chiqadi. 7 yani kompaniyaning 7tms.su va o'sha bir marta bosam bu Windows 7 8 11larga ishlaydi. Ustiga bir marta bosam mana har xili bu. Hammasini tanlashingiz mumkin. Har xili bor. Mana har xil. Yani davomi ham bor. Mana tanlashingiz mumkin. Men ham mayli Sigma'ni tanlayman. Sigma. O'zingizga xohlagan yoqqanini tanlaysiz. Bu yerni qilsang mana kattalashtirib qo'yadi bu yerda agarda mana bunday qilsang. Sizlarga maslahat beraman. Yandex Diskdan men skачать qilaman, chunki Yandex Disk qulayroq. Menga Yandex Disk qulayroq. Xo'p, mayli. Sigmada mayli unday bo'lsa Yandexda emas, skачать, mana skачать deyapti. Skачать serveri chiqdi. Yo'q, mayli Yandex Diskdan skачать qilamiz. Sizlarda bunday chiqmadi. Menda o'zimda aynan shunday chiqadi va sizlarda bir marta bosganingizda shunday chiqadi va skачатni bosasiz. Mana bu yerda skачать qilyapti. Mana bunga kiramiz. Va mana bu bunday fayl chiqadi. Buni olamiz. O'sha yerga, mana shu yerga qo'yamiz va ikki marta ustiga bosamiz. Bu yerda har xil chiqadi. Qorasi chiqadi. Black Sigma C chiqadi. Qorasi chiqadi. Ana o'q chiqadi. Sizlarda har xil chiqishi mumkin. Men Black Sigma men tanlayman. Sizlarda va albatta har biringizga install bor. Aynan install bor sizlarda. Ne installni o'ng tugmasi, ya'ni o'ng tugmasini bosasiz. Sizlarda uстановить, ya'ni uстановить tugmasi bor sizlarda. Bosasiz va da tugmasini bosasiz. Va endi buni qanday ko'rsa bo'ladi? Mana bu yerda ekranni рабочий stol o'ng tugmani bosasiz va sizlarda ekranni, ya'ni bunaqasini chiqaradi. Nima deylar? Ekran fonini o'zgartirish, ya'ni o'sha chiqartiradi. Bu yerda temaga kiramiz. Bu yerda temaga kursor mish bu umulchanyu va bu marta bosamiz. Va bu yerga shunday chiqadi. Va ana bu yerda o'zimizning, ya'ni nomi turibdi. Sigmami
Mana shunda nomi turibdi va okeyni bosamiz. Dani bossak bo'ldi, tamom. Bizning kursorimiz, mishka kursorimiz o'zgardi. Bizning mishka kursorimiz mana yozuvda ham, mana yozuvda bunday chiqadi. Har xil narsa o'zgardi. Videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like va kommentariyaga yozib qoldiramiz. Sog' bo'ling.